Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve salamu ala Muhammed ve al Muhammed alihi ve asbahi ajmain. Allah'ım shunday aziz yerlarga hammamizni yetkazib qo'yibdi. Allohga behisoblab shukr bo'lsin. Muhammad Mustafa alayhisalomga, ahli baytlarga, bayroqdor sohibalariga, 124 ming payg'ambarlarga salovat, durud salovatlar, tinimsiz salomlarimiz bo'lsin. Allohim bizni shunday hurmat qilib, qari yoshlarimizni hurmat qilib, shu ukalarimiz mehmon qildilar. Umrlari uzoq bo'lsinlar, yuzlari yorug' bo'lsin, mushkullari oson, hojatlar ravon bo'lsin, ishlari bardavom bo'lsin. Allohim barakatini bersin, umrlari uzoq bo'lsin. Allohim rahmat qo'li bilan Muhammad Mustafa alayhisalom shafoatlardan nasib aylasin. Allohim shu yerda yig'ilgan hammamiz nima niyatimiz bo'lsa, Allohim niyatimizni yetkazsin. Allohim ming bir ojizdan madad. Yo ahbur salat, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Allohim bandam desin, habibim ummatim desin. Hayron nasiron, birahmataka yor arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan, fil oxirati hasanatan va qina azabinar, birahmataka yor arhamar rahimin. Amin ajmain. Allohu akbar. Rahmat hoji. Rahmat.